Yana muhojirlar, yana tartibsizlik. Moskva Prokshina turar joy majmuasi. Bugun poytaxt tinchini yana muhojirlar buzdi. O'nlab ishchilar armatura, tayoq va yo'l belgilari bilan bir-biriga tashlandilar. Ular hovlilarda, bolalar va ayollar orasida urush boshlashdi. Avtomobillar shikastlangan, derazalar singan, odamlar qo'rquvda. Politsiya voqea joyiga yetib kelganida ko'pchilik qochib ketdi. Biroq 40 kishi ushlangan. Jinoyat ishi bezorilik moddasi bo'yicha ochildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi vakili Irina Volk shunday dedi: ishga aloqador barcha xorijliklar javobgarlikka tortiladi. Qamoq jazosi berilmaganlar esa Rossiyadan chiqarib yuboriladi va ularga kirish taqiqlanadi. Hozir politsiya uyma-uy yurib, qolgan ishtirokchilarni qidiryapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 kishi jarohat olgan, bir necha mashina shikastlangan. Fuqarolar ehtiyot bo'ling. Moskva tartibni talab qilmoqda. Bu voqea Ichki ishlar vazirligi rahbariyati nazoratida.